O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga xorijga chiqish biometrik pasportini berishga doir davlat xizmat ko'rsatish tartibi yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2022 yil 16 iyundagi PQ 282 sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish va berishga doir davlat xizmat ko'rsatish tartibi yanada soddalashtirildi. Mazkur davlat xizmati 2022 yil 1-yanvardan boshlab ichki ishlar organlari, davlat xizmatlari markazlari hamda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatilishi belgilangan. Davlat xizmati mustaqil ravishda MyGov elektron portali orqali foydalanish uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan ro'yxatdan o'tiladi. So'rovnomani to'ldirib, vakolatli organga yuboriladi. Arizachi belgilangan muddatda ma'lumotlar yig'ilish punktiga qo'l, barmoq izlarini topshirish va suratga tushish uchun shaxsan tashrif buyuradilar. Xorijga chiqish biometrik pasportini olish bo'yicha fuqarolik pasporti yoki unga tenglashtirilgan hujjatni belgilangan kun, vaqtda vakolatli organga shaxsan kelib taqdim etishadi.